Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Charchamasdan. Quvonchingizga sherik bo'lgan tushib keldim. O'zingiz batafsil gapirib bersangiz, sizni berayotgan intervyularingiz xalqimizga manfaatli bo'lishi kerak-da. Chunki o'zingiz ham mana medik ayol ekansiz, ishlagansiz, tajribangiz bor. Nima kasalliklar bilan, qanaqa shikoyatlar bilan Murod shifo klinikasida qancha kurs lecheniya olib, qanaqa natijalarga erishdingiz? Men Andijon viloyatidan keldim. Men o'zi bu yerga nima desam bo'ladi, opam orqali tasodifan kelib qoldim. Menda ham shu jenskiy tomondan, ginekologist tomondan muammo bor edi, shamollash, yallig'lanish bor edi. Qalbik deb diagnoz qo'yishgan edi Andijonda. Lekin bu narsa qog'ozlarim bilan kelib, bu yerda bir hafta lecheniya olganimdan keyin bu yerda UZIsida shu pridatkada bachadon bo'ynida hosila aniqlanib qoldi. Razmerlari. Keyin MRTga Saydanaga jo'natishdi bular. Bu yerda ham aniqlangandan keyin lecheniyalar boshlanib ketdi. Men 3 oy davomida bu yerda giyohlarni ichib tabobat olamiga kirib, ixlos bilan lecheniyalarni oldim, tamponlarni oldim. Lekin rahmat hammalariga. Mana xursandchiligim mana hozirgi kunda hosiladan asar ham qolmagan, o'zi ham MRT ham tasdiqlamayapti. Men Andijonda alohida tushib keldim. O'zingiz ham tushdingiz, Zamzam klinikasida Andijonda tushib keldim. Lekin u yerda ham hozircha hech qanaqa nima yo'q. Faqat boshqa narsa ketyapti deb boshqa surunkali kasalliklarim ham bor edi. Ularga hozir endi bu eng asosiysi saratonni hech narsa nimasi qolmagan. Asorat qolmagan. Menda shuncha bu o'zgarishlar bo'ldi. Lekin bu tabobat bilan nima desam, ixlos bilan istanglar, ularga ishonib, Allohdan so'rab, avvalambor Alloh shifo beruvchi. Darber bular sababchisi. Shular orqali men mana shu yerdan shifo topdim. Bu Murod shifo klinikasi hamma xodimlar bilan xushmuomala, yaxshi insonlar ekan. Bu yerda avvalo ko'p yotishni o'zi bo'lmaydi, uzoq yotishdi. Lekin hammalariga kattakon rahmat. Rahbar Yulduzxonam, G'aybullayeva Yulduzxon Abdullajonovna juda xushmuomala, chiroyli ayol ekan. Odamlarga birinchi muomalasi ham menga yoqib qoldi. Lekin juda ham anaqa ixlos qildim shularga. Durdonaxonam ginekolog qizimiz Durdonaxonam juda ham opitniy, malakali ginekolog ekan. Xushmuomala, rahmat hammalariga kattakon. Bulardan men o'lgunimcha minnatdorman. Men ham mana shu kimga bo'lsa mana shu yerga kelib davolanishlarini xohlayman. Bu dard bilan hazillashib bo'lmaydi. Saraton kasalligi butun dunyo bo'yicha muammo. Lekin buni shifosini faqat Alloh biladi. Kimgadir sabab chiqib qo'yadi. Kelinglar shu yerga lecheniya olinglar. Hammanglar tuzalib ketinglar, hech kim og'rimasin. Hammani oila bag'risida chiroyli bo'lib yashashni, Alloh bergan umrni chiroyli umr guzaronlik qilib yashashni xohlayman men. Avvalambor inson ekan o'zini tekshirtirib tursin. Bu yallig'lanish insondagi ayol kishidagi yallig'lanishni hazillashib bo'lmaydi ekan. Men ham doktor yurib shu holatga tushganimdan keyin afsuslanib ketdim. Lekin avvalambor Alloh sababchi shu yerga kelib qoldi. Giyohlardan men shifo topdim. Hammalariga kattakon rahmat. Tanjonlari sog' bo'lsin, dunyo turguncha tursin. Avvalambor uylarda fayz baraka, Allohdan so'rayman, hamma xodimlarga rahmat kattakon. Xursandchiligim endi cheki yo'q, cheksiz. Men butun umr bulardan minnatdorman. Hammalari tanjonlari sog' bo'lsin. Avvalambor Allohim o'zingga behadad shukr, o'zingga kattakon rahmat. Alloh bor, Allohdan tilab bitib kelmashidan qo'yganim uchun o'ziga behadad shukronalar aytaman. Hammalariga kattakon rahmat. Men bulardan xursandman. Mana shu yerga kelinglar, lecheniya olinglar, shifo topinglar. Hech ham ikkilanmanglar. Bu giyoh nima ekan demanglar. Lekin giyohning tarkibidagi nimalar avvalambor influks qilib ichsangiz, insonni o'zida juda ham chiroyli natija berar ekan. Lekin Allohdan so'rab ichdim, mana natijasi bo'ldi. Menda 3 oyga qolmay natija bo'ldi. Lekin buning ichida ancha qiyinchiliklarim ham bo'ldi. Lekin ularga ko'z yumdim. Dard bergan egam o'zi shifosini bersin avvalo. Hammanglarga kattakon rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Turinglar. Faqat sizdan so'rayni, kirgizib beramiz. Kasallarni so'rasangni, endi shifoni albatta Alloh beradi. Dunyo miqyosida ketayotgan kasallik, bu onkologiyaning turlari Murod shifo klinikasi bitta sababchi bo'lib qoladi xolos. Bemorlarimiz shifo topgan bemorlarimizni qatoridan qilgani uchun biz ham xursandmiz onam. Joningiz sog' bo'lsin. Tanjoninglar sog' bo'lsin. Allohdan qaytsin hammanglarga. Juda ham xursandman.